eng hurmatli kuzatuvchilar, hozir mana Toshkent hayvonot bog'ida prямой efir bo'lyapmiz. Hozir pitonni, yo'lbars pitonni olib turibmiz. Yo'lbars pitoni mana yotibdi, holatlari yaxshi, normalni. Bu anaqadan sudralib yuruvchi mavjud hisoblanadi. Har seshanbada boqiladi mana. Mana bitta ikkita jupi turibdi mana, ikkita jupi. Holatlari yaxshi mana, ringadan chiqqan. Yaxshi, oziqalarni yegan, to'q holat. Mana harakatlanishi ham jadal. Mana yaxshi, ishtahалari zo'r. Yaxshi. Buni yemishiga keladigan bo'lsa, o'rtoqlar, buni yemishi asosan ana kemiruvchilar hisoblanadi. Kalamush va anaqa quyon va anaqani yeydi. Dengiz cho'chqasi bor-ku, o'shani yeydi mana. Holatlari yaxshi mana. Harakatlari jadal. Normal, holatlari zo'r. Keyingi sahifalarimizni yana xudo xolisa gapirib o'tamiz.